Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, qadrli kanal obunachilar, aziz yurtdoshlar, xudo xolasa yana bir ish kunimizni o'z nihoyasiga yetkazib oldik. Bugun uстановkadamiz aziz yurtdoshlar, seximiz bilan o'pish kelganmiz. Ko'rishlaringiz mumkin. Plastmassa romlar hamda balkon 11 lik ishlarimiz uстановka bo'lyapti, hamda hammomlarimiz uchun ham bir tabaqali ishlar uстановka bo'lyapti. Narxlarini qisqacha sizlarga qo'limizdan kelgancha tanishtirib o'tamiz. Altoplast 6000 seriya quattro profillaridan tayyorlangan deraza romlarimiz 1.60 ga 1.50 razmerda 5 ta bir xil razmerda derazamiz 4 ko'z fasonda yasalganingizlar. Oqqa yodoy paket oynalarida tayyorlangan juda ham chiroyli fason va juda ham chiroyli mustahkam fason tanlab berganmiz. Uyimizda ham juda ham chiroyli ravishda mana bir xilda qo'yib, hammasini lazer bilan bir xil o'rinda qo'yib berdik. O'rtamizda glavniy eshigimizga 1.20 ga 2.20 11 lik balkon profildan eshigimiz hamda 2 yonboshiga 60 ga 1.60 razmerda ikkita ko'zcha tushirib berilgan. Bular ham 2 qavat paket oynalarda tayyorlangan. Xo'sh, deraza romlarimiz 1 metr kvadrat azizlar, 900 ming so'mdan xarid qilib olishingiz mumkin. Balkon 11 lik ishlarimiz esa 1.500 ming so'mdan xarid qilishingiz mumkin. Bu tomonimizda hammomlarimizga uстановка bo'ladigan ishlar azizlar. Kvadrat metri 900 ming so'mdan chiqadi. Chiroyli narxlarda kelishtirib sifatli qilib yasab beraveramiz. Mana shunday akfa ish romlari xizmatlar kerak bo'ladigan bo'lsa, akalar bemalol aloqa chiqarasizlar. Sizlar xizmatlaringizdamiz. Kimga qanday savollar bo'ladigan bo'lsa, zakazlar bo'ladigan bo'lsa, bemalol akalar ko'ngilda o'qib aloqa chiqaringizlar. Manzilimiz Samarqand viloyati, Pazdarg'om tumanida. Obunachilarimiz albatta bilishadi. Yana yangilar uchun maxsus aytib o'tamiz. Mana bu tomonimizga ham mana xo'p, fortishga hamda tepa qismimizga ikkinchi etajimizga chiqishini mana ishlar qo'yib berganmiz. Yodoviy gul oynalardan penalar bilan juda ham chiroyli ravishda mana qotirib ko'rishingiz mumkin. Davom etamiz aziz do'stlar. Bu tomonimizda hammomlarimiz va ishlarimiz uстановка bo'lyapti. Bu tomonimizga ham bitta fortishga uстановка qilindi. Mana bu tomonimizga mana yodoviy gullar va pastiga alikafonlar bilan juda ham chiroyli ravishda uстановка qilib beryapmiz. Penalar bilan qotirib, mahkamlab chiroyli ravishda ichkari tomonimizga ham hammom ishlari qo'yilyapti. Ustakalarimiz chiroyli ravishda o'rnatib berishadi. Bu tomonimizga ham derazalarimiz azizlar, penalarni qo'yib, hammasini chiroyli ravishda oynalarimiz ikhod paket oynalardan tayyorlangan. Plastmas romlarimiz ichkariga UFS metallar solinadi azizlar. Xohlagan joyingizdan tekshirib olishingiz mumkin. Mana bir xil liniyada azizlar, chiroyli qilib penalar bilan qotirib, mahkamlab qo'yganmiz azizlar. 11 lik ishlarimiz, bular ham 2 qavat oynada, juda ham qalin, mustahkam profil va oshmoshlarni 5 tadan qo'yib, chiroyli ravishda katta qulf kaliti bilan hammasini legrafalarni chiroyli qilib bemalol xudo ishimizdan o'z yakuniga yetib qoldi. Kimga mana shunday xizmatlar bo'lsa akalar, biza xizmatlaringizdamiz. Aloqa chiqarasizlar. Hammaga sog'lik, salomatlik.